Men muallim qilib yuborildim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ha azizlar, insoniyat ilm bilangina saodatga erishib yuksaladi. Ilm esa ustozning sa'y harakati, tinimsiz mehnati, g'ayrati va matonati bilan egallanadi. Dinimizda ilm o'rgatuvchi ustozlarni payg'ambarlarning merosxo'rlari deb e'zoz qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak hadis shariflarida innama bu'istu mualliman, ya'ni albatta men muallim qilib yuborildim deb marhamat qildilar. Shuning o'zi ham ustozlik qay darajada yuksak martaba va mas'uliyat ekanligini bildiradi. Muqaddas dinimizda ustoz va murabbiylarning ehtiromi cheksiz va mislsizdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam albatta Alloh taolo uning farishtalari, osmonlar va yer ahli, inidagi chumoli, hattoki dengizdagi baliq ham odamlarga yaxshilikni ta'lim beruvchi ustozlarga salovat aytadilar deb marhamat qiladilar. Ustozlik ehtiromini yaxshi tushungan ulug'larimiz bu borada barchamizga ibrat bo'ldilar. Bu zotlarning ustozlarga bo'lgan hurmat ehtiromlari ularni yuksak darajalarga erishliklariga sabab bo'lib xizmat qildi. Mazhabboshimiz Imom Azam rahmatullohi alayh ustozi Muhammadning hurmati uchun u kishining uyi tomon hech qachon oyog'imni uzatmadim. Ustozim vafot etganida qachon namoz o'qisam har doim albatta ota-onamga qo'shib, ustozimga ham Allohimdan mag'firat so'radim dedilar. Hidoya muallifi Shayxul Islom Burhoniddin Marg'inoniy aytadilar. Buxoroy sharifning ulug' olimlaridan birlari talabalariga dars berar edilar. Dars asnosida goho o'rinlaridan turib qo'yar edilar. Shunda ziyrak talabalardan biri buning sababini so'rab qoldi. Shunda u zot kamol ehtirom bilan mehribon ustozimning farzandlari ko'chada bolalar bilan o'ynayapti, gohida o'yin bilan mashg'ul bo'lib eshik oldiga kelishganda ustozim hurmatidan o'rnimdan turyapman deb javob qildilar. Imom Buxoriy bobomiz Makka Mukarramada dars berayotgan vaqtlari edi. Bir kishi Buxoroy sharifdagi ustozlaridan salom va maktubi keltirib qoldi. Shunda Imom Buxoriy bobomiz ustozlaridan salom xabarini eshitar ekanlar, Buxoroy sharif tomonga yuzlandilar va salomga alik olib ustozlariga hurmat ehtirom ko'rsatdilar. Tarix va tajribalardan bilamizki, ustozini ehtiromini qila olmagan shogirdning ilmda rivoj topib yuksalishi juda ham qiyindir. Shukrlar bo'lsinki, bugungi kunda ustoz va murabbiylarimizga ehtirom ko'rsatish, ularni e'zozlash, ijtimoiy imtiyozlar yaratish borasida yurtimizda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Zero jamiyatning ma'naviy ma'rifiy darajasi ustoz va murabbiylarga bo'lgan munosabatga qarab baholanadi. Farzandlarimizga ta'lim tarbiya berayotgan ustoz va murabbiylarimizni har vaqt hurmatlashimiz va e'zozlashimiz lozimdir. Zero kelajak avlodni barkamol va yetuk ma'rifatli bo'lib yetishida ularning xizmatlari juda ham beqiyosdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.